Adenoid muammosi ko'p yillardan beri bolalarni, ota-onalarni bezovta qilib keladi. Men ko'p yillik tajribamdan qarab chiqqanimizda adenoid to'qimasi o'zi hamma bolalarda bo'ladi. Bolalarni tug'ilgandan boshlab adenoid to'qimasi Pirogov halqasiga aloqador 3 nomerli, 3 raqamli halqum murtagi bo'lib hisoblanadi. Lekin ko'p kasal bo'ladigan nozik insonlarda bu adenoid to'qimasi kattalashib boradi. Kattalashib borish natijasida 19-asr, 20-asrlarda men ishlagan paytlarimda o'shanda adenoidni diagnostikasi, ya'ni tashxislash erta bo'lmagan. Tashxislar qo'yilgan taqdirda ham ota-onalar buni tan olmagan. Nafas olish qiyin, bola og'izdan nafas oladi, uxlashi qiyin va hokazo. Bola o'zi shikoyat qilmaydi, lekin nafas olish qiyin, o'qishda orqada qolyapti, og'zini ochib yotadi, tishlari qiyshiq o'sadi va hokazo. Shuni aytib o'tish kerakki, adenoidlarning birinchi eng katta muammo, eng katta asoratlardan biri quloqdan yiring kelib oqishi edi. Biza masalan men 1985-yilda yangi ochilgan Toshkent pediatriya meditsina institutining klinikasi, bolalar klinikasi SSR davrida Moskvani miqyosida bo'lib turib, SSRni qo'l ostida qaramog'ida desa ham bo'ladi. Bolalar klinikasi ochilgan. Ana shu yerda bolalar birinchi bo'lib ustozimiz Hasanov tomonidan ochilgan bolalar klinikasi, lor klinikasi ochilgan. Ana o'shanda klinikamizda quloqidan yiring kelayotgan bolalarni soni sanoqsiz edi. Bularning sababi adenoid to'qimasi. Adenoid to'qimasi halqum murtagi bo'lib, u orqada joylashgan bo'ladi. Ikki tomondan sluxovoy truba deyiladi. Eshitish nayi ochiladi. Bu eshitish naylari quloqqa ochiladi. Burun orqali borayotgan havo quloqqa borish kerak. Quloqda nog'ora bo'shlig'i degan joyda nog'ora bo'shlig'ida havo turish kerak. Adenoid to'qimasi o'sha teshikni, o'sha nayni og'zini bekitib qo'ygandan keyin quloqqa, nog'ora bo'shlig'iga havo bormaydi. Havo bormagandan keyin u yerda manfiy bosim hosil bo'ladi. Manfiy bosimning natijasida quloq bo'shlig'ida yiring yig'iladi. Bu yiring nog'ora bo'shlig'ini yig'ib turib, nog'ora pardaga bosim berib, nog'ora pardani teshib, yiring tashqariga chiqib ketadi. Shuning uchun mana hozirgacha agarda 60 yoshga, 70 yoshga chiqqan yoshi katta odamlarni ko'rsak, quloqdan yiring haligacha oqib yuradi. Ularning nog'ora pardasida bizning rus tilida perforatsiya deyiladi, teshik bo'ladi. Bu teshiklar qachon bo'lgan deb so'rasangiz, 10 yoshgacha bo'lgan davrda bo'lgan bo'ladi. Ana o'sha teshik bilan ular na cho'mila oladi, na masalan basseynlarda suza oladi. Quloqga doim paxta tiqib yurish kerak bo'ladi. Quloqni suvda asrash kerak bo'ladi. Burni shamollasa quloqdan yiring oqib qolaveradi. Eshitish pastligi bo'ladi, bosh aylanishi bo'ladi va hokazo asoratlar bilan o'shalar yurishibdi. Bularning sababi o'sha davrdagi diagnostikani noto'g'ri qilinganligi, erta diagnostika bo'lmaganligi va ota-onalarni bu narsaga tan olmaganligi deyish mumkin bo'ladi. Mana hozirgi davrda esa bu narsalar ota-onalar hammasi tushunib, bolani qiynalayotganini, asoratlarni ko'rib turib, erta diagnostikada adenoidlar olingan bolalarda quloq asoratlari bo'layotgani yo'q. Og'izdan nafas olib yurgan bolalarning juda ham ko'p anginalari bo'ladi. Angina degani o'tkir tanzilit. Tanzilit degani surunkali tanzilit bo'ladi va o'tkir tanzilit bo'ladi. O'tkir tanzilit angina hisoblanadi. O'zi agar normal holat qaraydigan bo'lsak, bolalarda nafas olish faqat burundan. Kattalarda ham nafas olish faqat burundan olinadi. Og'iz faqat ovqat yeyish uchun, tishlar ovqatni chaynash uchun yaratilgan. Shuning uchun fizkulturada men doim dars berganman, necha yillab Sampida dars berganman. Aytiladi, burundan nafas oling, og'izdan chiqaring deyiladi. Burundan nafas olishning ahamiyati juda ham katta. Ana o'sha narsa bo'lmagandan keyin juda ham ko'p asoratlar kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Tishlarning kariysi, tishlarning uvalanib ketishi, tishlardagi kalsiyni kamayib ketishi, tanglang murtaklarining tez-tez yallig'lanishi, tomoqning orqa devorini, faringit deymiz, ularning yallig'lanishi, sovuq havoni kirib kelavergandan nafas yo'llarini bo'g'ilib qolishi, ovozni bo'g'ilib qolishi, o'pkaga o'tib ketib, zotiljan pnevmoniyalarni, bronxitik astmalarni keltirib chiqishlari hammasi og'izdan nafas olishni sababi deb bilaman. Adenoid vegetatsiyasi 2-3 darajasi tashxisi qo'yilgandan keyin unga albatta operativ muolaja taklif qilingan. Operativ muolaja qilishdan oldin albatta qon analizlari topshirilgan. U paytda bu operatsiyalar ambulator ravishda qilinardi. Ambulator ravishda mahalliy og'riqlantirish bilan
lidokain yoki navokainlarni burniga tomizib o'sha to'qimani o'zini muzlatish bilan, mahalliy muzlatish bilan qilingan. Mahalliy muzlatishda qilib turib, bola o'zi ko'rib turadi, operatsiya qilinayotganini, o'zini maxsus adenotom degan apparatlari bo'lardi. Ularni birinchi, ikkinchi, 0, 4, 5 va hokazo nomerlar bilan bo'ladi. Adenoid to'qimasini kattaligiga qarab turib, qirg'ichga o'xshagan apparat, qirg'ichga o'xshagan asbob bo'lardi. O'sha qirg'ichni qirib olib tashalardi. Buni albatta ko'r-ko'rona qilinardi. Hech qanaqa endoskopik yo'l bilan emas. Bizni ko'rmagan holatda og'iz bo'g'izliqdan kirib, burun halqumdagi adenoidni olib tashlanardi, ko'z oldiga keltirsanglar. Olganda qirilganda biza tushgan o'sha go'sht luqmasini, ya'ni adenoid to'qimasini katta kichikligiga qarab turib, olinganligi, olinmaganligi yoki yaxshi toza olinganligiga baho berardik. Xalos bo'ldi. Lekin buni bizani meditsina tilida retsidiv deyiladi, qaytalash holatlari bo'lardi. Nima uchun qaytalashi bo'ladi? Qaytalashi o'sha yerda biza olgan to'qimani yana bir ikkita to'qimalar qolib ketish bo'lishi mumkin. Qolib ketsa o'shalar yana o'sishi mumkin bo'ladi. Yana bu operatsiyaning asoratlaridan bittasi qonashi mumkin edi. Qonashi degani o'sha qirg'ich bilan qirib olib tashalganda oxirgacha tozalanmasa, qon tomiri ochilib qolib, o'sha qon tomiridan qon ketardi. Profmed Servis klinikasi professional shifokorlar komandasi bo'lib, xalqimizga 10 yildan beri 50 mingdan oshiq jarrohlik amaliyotlari bilan, eng asosiysi garantiyaviylik jarrohlik amaliyotlari bilan xizmat qilib kelmoqdamiz. Agar sizda burun va halqumda burun to'sig'i, angiofibromlar, adenoma gipofizalar va boshqa quloq kasalliklari, eshitish pastligi bilan bog'liq problemalar, shunga o'xshagan problemalaringiz bo'lsa, bemalol Profmed Servis klinikasiga 24 ga 7 holatda murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizda lor sohasi bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, yuqori malakali jarrohlik amaliyotlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Professionallar siz uchun xizmatda bo'lamiz. Hozir mana hozirgi zamonda zamonaviy texnologiyada endoskopik yo'l bilan burun orqali ko'rib turib, hamma shunda adenoid ko'rinib turiladi. Shaver apparatidan hammasi tozalanib, koagulyatsiya qilib, quritib, qon tomirlari hammasi kuydirilib, top-toza qilib chiqarib olinadi. Bu oxirgi zamonaviy texnologiyada shuni qat'iyat bilan aytish mumkinki, hech qanaqa retsidiv bo'lmaydi. Agarda bemorda adenotomiya operatsiyasidan keyin yana nafas olish qiyinlashgan bo'lsa, unda u boshqa tomondan burun to'sig'ini yoki polip yoki gipertrofik rinit yoki boshqa burunni a'zolari tomonidan kamchiliklar va asoratlar natijasida nafas olish qiyinligi bo'lishi mumkin bo'ladi. Adenoid to'qimasi, shuni bilib olinglar, olingandan keyin hech qachon qaytalanmaydi. Adenoid to'qimasining kattalashishi va bolada nafas olishi qiyinligi, bola burundan nafas olmaganda juda ko'p asoratlar kuzatiladi. Bu asoratlardan birinchisi, misol uchun bola 3 yoshgacha, 4 yoshgacha bola kechqurunlari siyib qo'yadi. Buni ruschalab aytganda nocной enurez deb ataladi. Buni siyib qo'yishiga sababi miya, demak hamma narsani kontrol qiladigan a'zo hisoblanadi. Bizani ovqat yeyishimizni ham, bizani nafas olishimizni ham, yurakni urishini ham, ko'rishimizni, eshitishimizni, даже shu oshqozonning faoliyatini, hamma oyoq qo'llarimiz ishlashini, hammasini faoliyatini miya kontrol qilib boradi. Miya esa oziqa qidiradi. Miyani oziqasi bu kislorod. Miyani oziqani kislorodni burun orqali oladi. Burundan nafas oladi, og'izdan chiqaradi. Agar burundan nafas olmasa, kislorod miyaga bormasa, miya sekin-sekin charchab o'zini faoliyatini yo'qotib boradi. Bu birinchi masala. Kichkina bolalarda siyib qo'yishi bolaga signal kelmaydi. Siyib qo'yaman, siyim qistadi degan narsa signal kelmaydi. Shuning uchun bola o'rniga siyib qo'yaveradi. Shunaqa voqealar bo'lgan, men juda ko'p buni kuzatganman. Bolada shunaqa случай bo'lgan. Birinchi urologlarga boradi, nervpatologga boradi, muammosi hal bo'lmaydi. Kelganda ko'ramiz, adenoid juda ham katta. O'sha kunni o'zida analiz olib, o'sha kunni olamiz. Ertasidan uxlagandan уже siyish to'xtaydi. Masalan, qanaqa rezultat? Kislorod shunday olishi bilan o'zi miya faoliyatini boshlaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, eshitish qobiliyati buzilib qoladi. Biza, masalan uchun, bizani qabulimizga kelgan bemorlarni hammasidan so'raymiz, ota-onasidan. Eshitish qanaqa deymiz? Eshitmaydi deydi. Televizor balon ko'radi deydi. Yoki yana boshqacha narsa, chaqirsam qaramaydi deydi. Ana bular o'ylaydi, bolamni sho'xligi, o'ylaydi bolamni erinchoqligi,
bolam shuni e'tibor bermayapti deb o'ylaydi, lekin bu adenoidni asorati hisoblanadi. Demak, adenoid asorati o'sha eshitish pastligi. Yana o'sha aytganimdek, eshituv naylarini adenoid to'qimasi bekitib qo'yadi. O'shaning natijasida quloqni pardasini qimillashi susayadi. Nog'ora pardalarini qimillashi susaygandan keyin tovushni miyaga o'tkazib berish kamayadi. Buni agar audiometriya qilinsa yoki timpanometriya degan tekshiruv usullari bor, shularni qilib ko'rilsa, nog'ora pardani sust qimillayotgani ko'rinadi. Nog'ora parda sust qimillagandan keyin tovush o'tmagandan keyin miya aytib turibdi, menga tovushni olib kel, men qabul qilay, o'zimga qabul qilay deyapti. Bu yerda tovush yetib bormaydi. Demak, miya qabul qilmagandan keyin masalan 100% o'rniga 50% qabul qilyaptimi, bo'ldi. Demak, bola eshitish pasaygan. Ana o'shunaqa paytlarda albatta biz adenoidni olgandan keyin qulog'i ochilib ketadi. Bu narsani kattalardan, o'zingizlardan, mana ota-onalar o'zingizlardan bilishinglar mumkin. Tog'larga chiqqanda, samolyotda chiqqanda qulog'inglar bitib qoladi. Ana mana shu narsa burun bilan tomoni, quloqni bir-biriga bog'liqligini bildirib turadi. Shuning uchun samolyotda uchganda jivachka chaynab ketinglar, saqiz chaynab ketinglar yoki o'sha gaplashib ketinglar yoki suvni qultum-qultum qilib ichib ketinglar deyiladi. Bu nima uchun? Qultum-qultum qilib ichganda nayni teshiklari ochilib, yopilib, quloqni ichiga nog'ora bo'shlig'iga havo kirishi kerak. Havo kirmasa, adenoid to'qimi yopilib qolsa bo'ldi. Bu bolada eshitish pasayib ketadi. Yaxshi agarda shifokorlar to'g'ri yo'nalish qilib, malakali shifokorlar zamonaviy tekshiruv usullarini qilib, shuni ko'rib, vaqtida erta tashxis qo'yib, uni bartaraf qilsa qildi. Bo'lmasam u qotib qolgandan keyin buni yana joyiga olib kelib, o'z holiga keltirish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun kimda agarda shunaqa muammolar bo'lsa, ota-onalar marhamat, bizani Profmed servis klinikamizga 10 yildan beri, 10 yildan oshiq yildan beri shu muammolarni hal qilib kelyapmiz. Albatta sizlarning ham muammolaringizni hal qilishga harakat qilamiz.